55. Munajjimlar bilan munosabat qilish haqida. Buningdan keyingisi munajjimlardir. Diqqat qilinsa, bu bak nozik yo'ldir. Yil, oy, kunlarning hisobini shular qiladi. Ey qudratlik, bu hisob ishlari bakmi zarur. Uni bilay desang, handasani o'gan. Shuningdan keyin sana hisob ishki ichiladi. Ko'paytish va bo'lishni o'qig'in, kasrni butun bil. Bu kamolatga yetganlar uchun bir imtihon hisoblanadi. Mayli qo'shish bo'lsin, mayli elish bo'lsin, to'liq bilsang, ondan oddiy kasrni boshlay olaysan. Yana 10lik kasr musohatni o'rgan. 7 qavat palakni bir tol cho'pdek olqiningda tuta olaysan. Uningdan qolsa aljabr va tanglimini o'qig'in. Ondan o'qlidis ishkini tushunib qoq. Mayli bu dunyoning yoki oxiratning ishlari bo'lsin, donolar hisob bilan farqlantirib qiladi, buningga ishon. Hisob buzilsa, bu dunyoning va oxiratning ishimi uning bilan tangli buziladi, ey yaxshi kishi. Har qanday ishlarni qilishni xohlasang, yaxshi va yomon paytni so'rash kerak. Kun oyning qutligi va qutsizi bor. Uni so'ra, qutliqini tut, ey odamlar yaxshisi. Bilimlik mo'ysibitbek yaxshi aytgan. Yur, ishingni bilimlikdan so'rab qil. Odam ishni bilim bilan boshlasa, hamma ishida tilikiga yetadi deb hisobla. Hamma ishda oldi bilan bilim foyda keltiradi. Bilimni kaynida qolsa, ishqa qo'l qisqiliq qiladi. So'zni munajjimdan so'ra, lekin darhol ishinib ketma. Bilguchi Xudodir, buni esingda ching tut. Bular bilanmi yaxshi muomala qil, chiqishib o't. So'zini rad qilma, dilini ranjitma. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.